Bismillahirrahmanirrahim. İmam bölümü 29. Muaz radıyallahu anhu mundaq deydi. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga seferge chiqqan edim. Bir kuni yo'lda ketib o'tib Peygamber aleyhisselamga yaqinlashib qoldim-da, "Ey Rasulullah, meni jannatga kirgizgan va do'zaxda yiroqlashtiradigan bir amalni deb bergan bo'lsang" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, sen nəhayət çoğ bir ishni so'rading. Biroq o ish Alloh oson qilgan kishiga oson. Allohga hech narsani sherik keltirmasdan ibodat qil. Namazni joyida ado qil, zakat ber, ro'za tut, haj qil. Men sana barliq yaxshi ishlarning darvozalarini ko'rsatib qo'yaymi? Ro'za insonni gunohlardan saqlaydigan qalqon. Sadiqa suv o'tni o'chirgandek gunohlarni o'chirguchi. Kechida qopib namoz o'qish taqvodor, solih kishilarning alomatidir dedi. Ondan Alloh taolaning bunu oyatini o'qidi. Ularning yonlari o'rin ko'rpida yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechida ibodat qilib oziqlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallarga mukofot yuzasidan Allohning huzurida saqlangan va ularning xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana men sana bu dinning beshi, turki va yuksak pallasi deb beraymi? Yuksak pallasini deb beraymi dedi. Men deb bergan dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu dinning beshi islom. Ya'ni islomni haqiqiy qabul qilish. Turki namoz, yuksak pallasi jihoddir dedi. Ondan keyin men sana barliq yoshlikning jo'g'langan yerini deb beray dedi va menga tilini ko'rsatib turib, tilingni ching tut dedi. Men ey Rasulullah, biz so'zlarimizdan hisob beramiz dedim. Payg'ambar alayhissalom esitanga ey Muaz, kishilarni do'zaxga dum tashlaydigan narsa shu tillar bo'lmay nima dedi. Tirmizi 2616-hadis. 30. Abu Ayyub radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir kishi Payg'ambar alayhissalomga meni jannatga kirgizgan bir ishni deb bersang dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofidagilar uningga nim bo'lganda deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga javoban uning biror hojati bor ekan dedi. Ondan o kishiga Allohga hech narsani sherik keltirmay ibodat qil, namozni joyida ado qil, zakat ber, sizlarga qil dedi. Buxoriy 1396-hadis. 31. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allah Taala qiyomat kuni butun xaloyiqning oldida mening ummatimdan bir kishini do'zaxdan qutuldirdi. Uning amallari yozilgan 99 daftarni ochadi. Har bir daftar cho'nliqidan ko'z yetkidek yerini egallaydi. Ondan Alloh Taala uningga bu daftarda xotirlangan gunohlaringdan birasini inkor qila olamsan, hamma ishlaringni xotirlab turg'ish farishtalarim senga zulm qildimi deb so'raydi. U, "Yo'q ey Alloh" deydi. Alloh Taala bu gunohlaring uchun aytlik o'zring bormi deb so'raydi. U, "Yo'q, mening hech bir o'zrim yo'q ey Alloh" deb javob beradi. Allah Taala undaqda bizning dargohimizda sening bir yaxshi ishing bor. Sen bugun hech bir zulm uchirmaysan deydi. Shu zaman Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Muhammad alayhissalom Allohning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman degan kalima tutilgan bir varaq chiqadi. Alloh Taala uningga taroziga kel deydi. U, "Ey Alloh, bu varaqcha gunoh bilan to'lgan buncha daftarning oldida nimaga bo'la olsin" deydi. Alloh Taala uningga "Sen bugun hech qanday zulm uchirmaysan, haqqingni to'liq olasan" deydi. Ondan daftarlarni tarozining bir taxsiga, varaqchini yana bir taxsiga qo'yib tartidi. Daftarlar yenik kelib, varaqcha ularni besib ketadi. Hech bir narsa Allohning ismida ig'irlik bosolmaydi. Tirmizi 2639-hadis.